Assalomu alaykum hammaga. Namangan viloyati Pop tumani Kenagas qishlog'iga akamiz mol tarozi olishdi. Ko'chalarda mol tortish xizmatiga. Kenagas qishlog'i obet aka. Akamiz manalar. Ismingiz nima aka? Sobirjon. Nomeringizni aytib yuboring. Mabodo Kenagasdan mol tortish xizmati bo'lsa aloqaga chiqishaverasiz sizga. 50lik 570 37 77 kimgadir mol tortish xizmati bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akaga. O'tib oling. Mana molimizni kilosi. Mana mol qimillaganda ham seferimiz o'ynamaydi. Bitta kiloni ushlab turadi. Qassoblar 1 kilo 2 kilo qabaqa bo'lganda ham nima deydi? Kiloni ushlab turadi bu. Tortishuv bo'lmaydi qassoblar orasida ham. Mol tarozi xizmati, jamiki elektronika tarozi 500 kilodan 300 so'mgacha bo'lgan har qanday tarozilarni yasab berish xizmatimiz bor. Bizim manzil Namangan viloyati Pop tumani. Turk tarozi, Turkiya tarozisi 2 yil garantiyamiz bor. Mana bu tarozimiz xudo xolasa Marg'ilonga ketyapti. Ruhli tarozimiz. Buni ham videosini joylaymiz. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.